narxiga 100% arziydigan hovlini ko'rsataman. Aka, borib ko'rayotgan uyingizni remontlari yoqmayaptimi? Kelib, mana uyimizni bitta ko'ring. Вообще idealniy ust ko'rinishidan fasadlarda 100% bitirib qo'yilgan. Ichi bo'lsa korobka. Korobka ham demaymiz. Chornovoy ishlari bitirilgan. Faqat o'sha oqlab ko'qlab olsangiz bo'ldi. 2 sotu 217 kvadrat, 2 qavat bitta katta podval qismimiz bor. Joylashgan joyga keladigan bo'lsa, Sergeli tumani, Xonobod, Beruniy mahallasida joylashgan. Metrogacha 500-600 metr. Xo'p, kiraverishdan boshlab bunda obzorini qilamiz. Asosiy avtomatik bu yoqda darvoza. Ikkita hovlini tagiga oldima ketdi mashina sig'adi. Bu yoqda kiraverish eshik, kirdi, chap qo'lda bu yerda общий sanuzyul, qo'l yuvadigan joyimizdan mana qaranglar. Alohida e'tibor berib qo'yasizlar, juda chiroyli chiqibdi. Mana shu narsa uchun hamcha o'zi aka like bosib qo'yishingiz kerak. Chunki bilasiz, sizga, siz uchun mana remont qilayotganingizda baribir bizning videolarni ko'rasiz. Mana shunaqa zo'r ideyalarni berib turamiz. Yozgi oshxona, bu yerda o'choq qozon, moyka va shu o'rtaga bitta barbekyu qo'yiladi. Gazlarimizgacha kelgan. Xo'p, bu yerda bizda yashil maydon, vodopad. Hozir vodopodni yoqib yuboraman. Vodopadimizni qilingan mashitda va palifi bor mana zeleniy zonamizni. Hozir yoqib yuboraman vodopadimizni. Включатель qilingan. Mana shu darvozadan kirganimizda yozda yoqib qo'ysangiz, aka, muzdekgina bo'lib turadi, hovli. O'zini podsvetkalari bilan kechqurunchi вообще boshqacha ko'rinadi. Xo'p, endi uyga kiramiz, planirovkani ko'rsataman. Apros qildik-ku, tezroq qiling videoni, sekinroq etsam tez ko'rsatgan deb aytdilar. Ketdi, tez ko'rsatamiz. Kirib kelishimiz, bizani bitta hol kutib oladi. Oynalarimizni hovli tarafga qaragan, patologlarimiz yaxshi, baland. To'pli pol kollektorlari turibdi, elektr montajlari bo'lgan. Kirdik, chap qo'limizda bu bizani oshxona qismimiz. Oynalari hovli tarafga qaragan. Oshxonaning ham oynalarini ochib qo'ysangiz, vodopoddan kelayotgan shamol muzdekgina bo'lib turadi uyda. Kirdik, ro'paramizda bu bizani zal qismimiz. Panoramli oynalar orqa hovlimiz tarafga qaragan, orqada quyosh tushadi, yorug'lik tushadi, havo aylanadi. Zinani tegi bo'sh qolmasin deb sanuzyulga joy tashib ketibdilar akam, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Keyin bu yerda bizani общий sanuzyulimiz joylashgan, birinchi qavatimiz uchun. Shuni ro'parasida bo'lsa, yoshi katta otaxon, onaxonlarimiz uchun mo'ljallangan yotoqxona. Birinchi qavatimizning o'zida oshxona, hol, spalni, zal va ikkita sanuzyul. Ikkinchi qavat chiqdik, o'ng qo'ldan boshlaymiz. Birinchi xona. Xolasangiz yotoqxona, xolasangiz kabinet uchun mo'ljallab qo'ying bu xonamizni. Kollektorlarimiz bor, balkon bor. Balkondan videoni ko'rsanglar bo'ladi. Juda chiroyli chiqqan. Hovlimizning fasadi bitgan, gap yo'q, chiroyli qilib qo'yibdilar akam. Bu yerda bizani общий sanuzyul, ikkinchi qavatimiz uchun, bu bo'lsa bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Yo'ligimizdan ikkinchi qavatga chiqdik. Ro'paramizda bo'lsa, xuddi shunaqa родительский yotoqxonamiz. Hozirgi kunda master spalni deyishyapti. Master spalni bo'lyapti bu. Ichida o'zining sanuzyuli, mana shu joyda garderobni qilib qo'ysangiz ham bo'ladigan o'zining sharoiti bor. Va keyingi xonamiz bo'lsa, ikkinchi qavatimizdagi 4-xona. Xolasangiz bittasini zal, 3ta yotoqxona, xolasangiz albatta 4ta yotoqxona qilib foydalansangiz bo'ladi. Albatta bu uyni xarid qilganingizdan keyin bu sizning uyingiz. Lekin maksimal darajada harakat qildim. Tezroq tugatishga videoni o'zi ikkita kanal qilib qo'ydi. Real Estate Murod tez kirib ko'rishingiz uchun Murod Estate Live, ya'ni men o'zim bemalol shoshmay kontent qilib, mana masalan, men ana ovqatlanib o'tirganda YouTube ko'rib o'tirishadi-ku, yoki oilaviy shoshmasdan tushuntirib ko'rsatgan deganlarga detalli gapirib turib, mana masalan, shunaqa narsalar qilingan deb o'tdi. Mana alohida vodopad. Bu ham misol uchun yaxshi pul turadi. Mana bu gazonlarimiz ekilgan, buni o'zini paliflarigacha qilingan. Undan tashqari, mana bu uyimizni fasadlari qilinayotgan paytida akam aytibdilar, alohida shoflarini ham tashib ketganmiz bu yerda. Misol uchun, ana treshina bersa, dalshi boshqa joyga o'tib ketmasligi uchun deb mana garantiyalari bor-da. Xullas uyimizni garantiyalari bor. Mana masalan, men o'zim video olayotgan paytimda mana bu podsvetkalari zinani tagida alohida qilingan. Xullas ana alohida ochib hamma narsani to'xtatilib o'tirilib fasadlarimizni shunaqa qilmoqchi edik. No, baribir ko'pchilikning xullas talabi tezroq qilish uchun ekan. Mana xonadon narxiga keladigan bo'lsa, $165,000 so'ralyapti. Ozgina o'tib beradigan joyi bor. Okamlarni Primoy telefon raqamlarini yozib qoldiraman. O'rtada hech kim yo'q, o'rta kashlar yo'q. Primoy uyi egasi, o'zi uchun qurgan xonadon. 2 sotu
217 kvadrat. Borib ko'rayotgan uylaringizni remonti yoqmay turmidi? Keling, mana o'zingiz stilingizda remontini bitirib oling.